Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 2026-yil 9-mart bahor fasli va muborak Ramazon oyining 20-kuni. Alloh taolo bu oyda qilgan barcha xayrli ishlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Bugungi hasharimiz barcha shofirlarimiz ham kelib qatnashmoqda. Hammamiz birgalikda naharni tozalash, ariqlarni qazish va chetlardagi chiqindilarni yig'ib musorxonaga olib borish ishlarini qilyapmiz. Aziz qishloqdoshlar, sizlardan iltimos, musorlarni ariqlarga tashlamangizlar. Tog' tomonda maxsus musorxona bor, chiqindilarni o'sha yerga olib borib tashlanglar. Kelinglar, qishlog'imizni toza va ozoda saqlaylik. Ramazon oyida qilgan savob ishlarimiz yanada ko'p bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana Qizilnishon Laylagiya qishlog'iga bugun hashar bo'lyapti. Mana shu naharimizga Qizilnishon xalqi, texnikalar hammamiz bugun hasharga chiqqanmiz. Haydar. Ketdik. Mahalla raisimiz mana boshchilig'iga tozalik ketyapti. Hayda bu yoqqa, jura. Ishlab to'proq olib kelib, bu yoqqa naharlarni girdiga to'proq talab chiqyapti. Gayla mexlapat, bayrog'i bor mexlapatlar hammasi mana shu to'proq olib kelyapti. Buni bu yoqdan olib kelyapti. Mana kelavering. Mana bu Sayfiddinov Davlatbek. Xudoga behisob shukr. Mana bu Davlatbek, bu yoqqa qarang. Qishlog'imizning mana shofyorlari yil uchun mana bugun o'zini hissasida mana shofyor xizmat qilyapti. Jonibek bo'ladi, Jonibek. Bu ham mana bu yerga xizmat qilyapti. Bu ham to'proqni olib naharni kirdilariga qo'yyapti. Bu ham xalqimiz uchun bepul ishlayapti. Martabangiz ulug' bo'lsin. Mana bu mexlapatimiz shu yerdan kirib, buni ichkarini lukka tozalayapti. Buni ichkarini naharni ichiga kirib olgan mexlapat. Va Saidov Farid dedi, Farid. Yildi xizmatiga jangaki Jonibek edi. Mana mahalla bilan chiqib, Xudoga shukr, mana naharlar tozalayaptik. Hammasi yaxshi ketyapti. Qishloqimiz durust va Xudoga shukr. Hammasi kelgan. Mana endi oqsoqol birinsa deysin. Ha, sen gapsan bo'ldi sen. Oldin bizda eski kadrimiz Ahmadov Asliddinboy, mahalla raisimiz bo'lgan. Bu ham obodonchilik qilgan. Endi yangi kelaveradi mahalla. Ana shu odamdan bir suhbat olaylik, qani nima deydi ekan? Men Avvalambor assalomu alaykum aziz qishloqlar. Mana bugun hashar ishi bo'lyapti. Mana obodonchilik. Navruzga mana xeyli rahmat. Hamma aytgan odamlar 3 mashina odamlari hammasi keldi. Xudoga shukr. Hozir 3 ta joyga mana bu yoqqa bitta mexlapat, 2 mashina ishlayapti, adirga ishlayapti. Xudoga shukr, hamma zo'r, hamma kelganlarga rahmat. Obodonchiligimiz yana ko'payaversin. Nimaga sizga ham katta rahmat akajon. Assalomu alaykum. Bütün qishloqdoshlar, buni Qizilnishon ahliga bugun urra hashar bo'layapti. Rahmat, qishlog'imiz juda intifoq. Buni ko'ringizlar, tozachilikka e'tibor beryapti. Bundan buyog'i iltimos qilamizki, xalqimizga shu yo'llar chakkasiga pampers taylamaslikni, musorni. Bu toza qilsak o'zimizga yaxshi, kasallik, bashalar oyog'i ishga kirmaydi. Iltimos qilamiz xalqdan, butun xalqdan. bu adirda endi bu dehqon bobolardan tarbiz qiladi. Tarbizi bittasi 30 kilo, 25 kilogacha qilgan tarbizlar. Qaysingizga? Mana bunga gapirganingiz yo'q-ku. Qizilnishon qishlog'iga hashar bo'layapti. U ham bo'lsa mana o'zimiz uchun keladigan suvlar albatta toza bo'lishi kerak. Har yilga imkoniyati bo'lsa 2 marta tozalash kerak, hech bo'lmasa 1 marta tozalab. Har xil musor yuqoridan kelyapti, musorlar oqib kelyapti. Ko'pi mana shu bolalarning pampersi, mardum, xalqim shu pampersni tashlamaslik kerak. Yuqoridan shu o'lgan mollarning nimasini ham og'izdirib yoradi. Pamperslar uyilib qolgan, yig'ilib qolgan. Bu juda ham sog'likka yomon. Juda ham odamlar sog'ligiga katta ta'sir qiladi. Ekologiyamizni buzyapmiz. Shuning uchun sizlardan iltimos,
mana shu hasharga hammasi harjam bo'lib qatnashishi kerak. Mana bu bizda yangi mahalla raisimiz. Bizda yangi mahallamiz Ahmadov Jo'raboy hoji bo'ladi. Mana bu oshnamiz 79-yil. Mana endi bundan ham bir suxon olaylik qani, mana hammasini biz gapirib birma-bir tanishtirdik. Bu yog'ini endi Jo'ra hoji tanishtiradi. Assalomu alaykum. Hamqishloqlar. Mana bugun bizning naharimizga katta hashar bo'lyapti. Hamma qatnashyapti. Xudo xolasa nasib bo'lsa obodonchilik. Bundan buyog'i ham nasib bo'lsa shunday bo'ladi. Mana bu mashinam yilda xizmatiga bilar. Bir ovoz aytsak hammasi keladi. Mana Jonibek, Farid, Razak aka o'g'li Davlatbek, mana bir Ahmadinlar hammasi xizmatga yilda xizmatini qiladilar. Ularga inshaalloh Allohning o'zi ajr berar. Naimjon, shu oshnangizni bilmaganlar bilib qo'ysinlar kimligini. Buna Mavlonov Abdurayim, buni yaxshilab oling. Biz sizga keta obira. Bu keta obira bozorga deb Ziyobiddin hojiga siz navbatini beramiz. Biz xalqda ichiga pochcha kirib ishga chiqqandan keyin biz ichidan olishimiz kerak. Gurunglarda olishimiz kerak. Nima niyati bor? Hammasini buni bilan aytadi. Buni jangi maktab direktorimiz edi. 24 ta maktabi direktori 30 yil shu direktorlik qilgan. Shundan oldik suhbatni endi. Shuni jiyani Mamedov Ziyobiddin hojiga. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Tashkilishga kengizlar, qomangizlar. Tojikiston, Bapesh. Bapesh. Hoji boboga beramiz so'z navbati. Bu ham bir o'zini suhbatini qilsin qani. Assalomu alaykum. Hamdiyoroni aziz. Mana bugun uchastka qizil nishon hashar labida naharda katta hashar qilyapmiz. Mana shu obodonchilik, mana shunday daryolarda, mana baliqlarni tozalab, shu xalqimizga, bizdan keyingi ichadigan odamlarga suvlar yaxshi borishini, toza suvlar ichish uchun biz mana shu xizmatlarni qilyapmiz. Hammalaringizga rahmat. Mana shunday Tojikistonimiz obod bo'laversin. Mana shunday tinch yashayveraylik. Janobi oliy prezidentimizga rahmat. Mana shu sharoitlarni bizga yaratib bergani uchun hammalaringizga yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Rahmat hammalaringizga. 99% bolalar ishtirok qilyapti. Hammasi joyida bolalar tushundi, ota-onalar ham tushundi. Mana rayonimiz rahbarlari kelib tushuntirdi. Shulardan xulosa qilib, mana endi bildiki hamma o'qishga kelib, mana shu ilm olyaptilar. Rahmat men rayonimiz rahbarlariga ham mana shunday bizga sharoit yaratib berib, maktablarimizni remont qilib berib, mana shunday xalqimizga mehribonlik qilyapti. Bu 53 mashinda egasi Sayfiddinov Ochil hojini o'g'li Fardin degan bachcha. Fardin 86-yil. Bu ham yilda xizmatini qiladi. Bir ovoz aytganimizdan bir so'm pulimizni olmay xizmatni qilyapti. Mana bu yaxshi Davlatbek hojini otasi bo'ladi. Asli shofyor minishoq bo'lgan. Bir 30 yil shofyorlik qildi, keyin o'liga topshirdi. Mana hozir o'li shofyor qilyapti yilda xizmatiga bu ham. Mana mashinalar. Biroz gapirasizmi? Biroz gapiring hoji bova. Yerimizga rahmat. Mana Xudoga shukr, tozachilikda olib boryapti. Bular boshlig'iga. Xudoga shukr, hech kim bosh tortgan yo'q, ishlayapti hammasi. Rahmat hammasiga. Mana bu Sultonov Jo'raboy aka. Rahmat, mana bugun bozor kuni ekan, mana hasharga ham Mahmud Qizilnishon xalqi keldi. Hammalaringizga rahmat, mana ishlayaptik. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Batqang. Mana biz qishloqda chidan olishimiz kerak. Albatta mana yaxshi kunlar bo'layapti, hammasi joyiga. Mana ishimiz, hasharimiz oldinga ketyapti. Albatta har kimni shunday kunlarga yetkazsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana buyruq bergan ekansizlar. Tozalasak savob bor edi shu mana shu oylarga. Kim qancha xizmat qilsa savobini oladi. Men tozalayaptim naharni girdlarini. Bugun shanbalik ekan. Qishloqimizni oqsoqollar turibdi. Mana ekan bir boshdan endi guring beraverar, gapiraverar. Mana nima qilyapsizlar, nima qo'yapsizlar? Bildi. Masjidda xatibi mana bu yoq. Mang. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bugun subornik deydi, shanbalik mana katta ariqni tozalayaptik. Hamma komplet kelgan. Mana bolalar mana hojilar, hamma hojilar ham hammasi biz shuga urraqib ishlayaptik. Nasib bo'lsa ertaga top tozalab, hammasini tozalab suv ochish ham mumkin. Nasib bo'ladi.
Davomat ancha o'zgargan hozir. Mana xalq ko'zi ochildi. Juda yaxshi. Hozir 99% ni tashkil qilyapti. Bu ham bo'lsa, mana xalqimiz birligida. Farzandlarni o'qitingizlar, oliy o'quv yurtlari bor, islom institutlari bor, kim xolasa o'qitingizlar, behudaga yurmasin bolalar. U Rossiya deymiz, Rossiya ham bizdan yuz o'giryapti. Boshqa davlatlarga borishda imkoniyati yo'q. Vatanni obod qilishimiz kerak. Mana shu mexlapat hozir naharda bo'yidan kirib kelgan mexlapat mana shu yerda oladi. Mana shu qarang qanday. Ko'ryapsizmi Naimjon? Pashti ko'cha qatari bo'lib qolgan. Bunday kelaveringda bu yoqqa. Bu yoqqa siz kelaversangiz mana bu yerlar qarang. Mana bu yerlar damma bo'lib qolgan. Ishlarda ichlarini lo'kka mexlapat olyapti. Ichkariga kirib. Mana qarang bizni xalqimiz juda zo'rda kuch birlikka dedi-ku mana hamma. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Qizilnishonga katta ashar bo'layapti. O'rtoqlar. Mana hamma odamlar birigib mana naharimizni chakkalarini tozalab turibdi. Mana hammasi yaxshi. Mana qissam bo'lib turibdi. Xalqimizga ham bir foydasi bor. Hech kim kam bo'lmasin, ko'ngli g'am bo'lmasin. Yomg'ir yog'ib oyoqlari nam bo'lmasin. Bu Umarov Rahmiddin hojini mashina Yishondi mashina. Mana bu mashinam yildi xizmatiga bilar. Bir ovoz aytsak hammasi keladi. Mana Jonibek, Farid, Razak akamli Davlatbek, mana bu Rahmiddinlar hammasi xizmatga yildi xizmatini qiladilar. Ularga inshaalloh Allohning o'zi ajr berar. Naimjon, shu oshnangizni bilmaganlar bilib qo'ysinlar kimligini. Buna Mavlonov Abdurayim, buni yaxshilab ol. Biz sizga kitob bera. Buna qarab turing, qarang. Qarang, bitta barmashaq bilan o'ynatyapti uni, qarang. Bemalol mana buni qarang. Bu ham bir odamzodga lavda tuhmat talab. Qarang, necha minut turibdi xalqim? 15 minut turibdi, qarang bachcha. Bu yoqqa quyosh ko'zini olyapti, qarang. Ko'ryapsizmi? Bu hunar og'ayin, bu hazil narsa emas. Ertaga ham kamera hasharimiz bor. Bugun hozir buni taylaymiz. Ertaga ham kengizlar, ertaga ham hashar bor. Mana bu yoqqa mana biz har xalqdan suhbat olyaptik. Buni bu yoqqa bobomiz ham bir gapirsin qani. Nima deyman? Ay mana hasharlar yaxshi ketyapti inshaalloh. Hamma joy to'ldira olamiz. Vatanimizga ming qadar rahmat. Yaxshi kunlar bo'laversin.